Burnimda polip aniqlandi. O'zimiz viloyatda doktorimizga bordim, shu oldi. Birinchi yil ancha bu oldirganimdan keyin ancha qonashlar bo'ldi. Keyin 1 yil o'tib yana bordim, yana oldirtirdim ikkinchi marta. Hozir men Otabekani oldiga keldim. Yana shu muammo bilan Otabekani internet orqali topdim, Instagram orqali. Operatsiyaga kirdik, olib tashadi. Rahmat. Hozir nafas olish ancha yaxshi, Xudoga shukr. Otabekga rahmat. Nafas olishlar zo'r, qo'l dard ko'rmasin. Rahmat. Mana ko'rishingiz mumkin, burun yo'llari to'liq ochiq, nafas olishga to'sqinlik qiladigan hech narsa yo'q. Tepaga qarab chiqqanimizda burun o'rta chig'anoq ochilgan, o'ng yuqori jag' bo'shlig'i ochiq. Mana ko'rishingiz mumkin, peshona bo'shlig'i ham ochilgan bemorimizda. Mana. Ikkinchi tomonda ko'rganimizda ham burun to'sig'i to'ppa-to'g'ri, chig'anoqdan korreksiya qilingan va yuqoridagi polipoz tuxumi to'liq tozalangan. Inshaalloh Alloh o'zi bilan nafas olishlari idealni. 2 marta operatsiya bo'lgan, lekin 2 marta ham eski usulda bo'lganliklari uchun qiynalgan. Bu bilan maslahat beramiz boshqa bemorlarimizga operatsiya usulini tanlashda adashmanglar va albatta yangi usulni hammalarga tavsiya qilamiz.